Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda qanaqa savol, qanaqa taklif bo'lsa, aniqlab berishingiz mumkin. Ne'matov Alisher Faxriddin o'g'li davlat mahallasi turaman. 50 million so'm mikro qarz oldim. Chorva olmoqchiman. Shu chorva yo'nalishi bo'yicha. Siz davlat mahallasi. Hujjatlarni olib keldim. olib keldingiz. Hozir mutaxassisga berasiz. Agar to'g'ri bo'lsa, 3 kun ichida kreditingiz chiqadi. Yana kimda savol? Men Musulmon uyida yashayman. Shu tomonda 50 million chorva yo'nalishi bo'yicha kredit olmoqchi edik. Hujjatlar tayyor. Hujjatlarni olib kelgansiz. Hujjatlarni olib kelganmiz. Mutaxassisga berasiz, faqat imzo qo'yishda turmush o'rtog'ingiz o'zi keladi. Bunga kafillar bor, to'g'rimi? Kafillarni va turmush o'rtog'ingiz olib kelasiz, o'zi imzo qo'yib, hujjatlarga 3 kun ichida kredit chiqadi. Yana kimda bor? Men Muolif Qo'rg'onyo'l qishlog'ida yashayman. Qo'shchinar qirg'oq mevasi ferma xo'jaligi rahbariman. Artizan chiqarish maqsadida 100 million so'm kredit olish maqsadida hujjatlarni olib keldim. Demak, sizga 312 ming so'mni qaror bo'yicha kredit ajratamiz. 100 million so'mgacha garantiyasiz bo'ladi, o'rta kafillarga. Hujjatlarni olib keldingiz, to'g'rimi? Belgilangan hujjatlarni olib kelgan bo'lsangiz va hujjatlarni o'rganib chiqib, joyiga borib monitoring qilib, xudo xohlasa sizga kredit chiqarib beramiz. Kimda savol? Shamshiyev Zilola Nargizaman. Chorvachilik bo'yicha 50 million mikroqarz. Qaysi mahalladansiz? Olmazsan. Demak, hujjatlarni olib kelgansiz ham? Kafilingiz bor. Kafilingizni olib kelasiz, o'zingiz qo'l qo'yadi. Hujjatlarni berasiz, sizga ham xudo xohlasa 3 kun ichida kredit chiqariladi. Yana kimda savol bor? Agar hech bir savol bo'lmasa, bu uchrashuvimizni e'lon qilamiz. Rahmat.